Sadvin Savxoz Madaniy Investbanki orqasida 6 sotix 8 xonali xonadonimiz obzorga kelganmiz. Bu xonadonimiz juda chiroyli did bilan qurilgan ekan. Kirib kelishimizda mehmonlar uchun xonadon отдельный mavjud ekan. Bu tomonimizda mehmonlarimizni kelib ketishini kuzatish uchun ikkita xona bor. Bu tomonimizda ham. Bu tomonda огородlari mavjud. Letniy kuxnya qilib olsangiz bo'ladi. Juda chiroyli planoviy qilingan ekan ushbu xonadonimiz. Pastki qismida kuxnya ham mavjud. Ushbu xonadonimiz ayrim jihozlari bilan sotuvga chiqqan. Kotelning qismi. Bu tomonga o'z letniy kuxnya qilib olsangiz bo'ladi, o'zingizga moslab. Bu tomonimiz xonadonimizga kirish asosiy eshigi bo'lib, kirib kelishimizda chap qo'limizda mehmonlar uchun отдельный xona mavjud. Bu tomonimiz kuxnya bo'lib, tomonimiz bitta spalnya yana. Yonginasida sanuzel mavjud. Ushbu xonadonimizda bemalol ikkita xo'jalik yashashi mumkin. Tepa qismimizda yana bitta spalnya. Va o'zini отдельный sanuzeli mavjud. Bu tomonimizga bolalar yotoqxonasi qilib olsangiz bo'laveradi, bemalol sig'adi. Ushbu xonadonimiz ko'rib turgan ayrim jihozlari bilan $250 ming deb baholanyapti. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.